hech qaysi bir-biridan farq qilmaydi. Faqat obyomi katta, kichkina bo'ladi xolos. Lekin ularni mahsulotni olib borib o'rnatib, yoqib, isitib berishadi, ana undan keyin pul to'laysiz. To'g'risi. Ishlamasdan turib o'rtoqlar pul berib yormanglar. Teplemenliklar 5 ta teplemenlik bor-da. Shular lisi ham turli bo'ladi, qalin bo'ladi. Unaqa o'chirib qo'yilmaydi. Bunga qarab, ko'mirga qarab qo'yiladi. Bo'ldi ishlaydi, masalan, 90 sekund yo 80 sekund. Assalomu alaykum bizni hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar charchamasdan? Sizlarga bugun bir nechta mahsulotni ko'rsatmoqchimiz. Bularni ko'rsataman, tanishtiraman. Sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, xarid qilib olishingiz mumkin. Maqtamayman. Boshdan aytib qo'yay. Men boricha ko'rsatishga harakat qilaman. Siz uni ko'ring, sizga ma'qul keladigan bo'lsa, marhamat sotib olishingiz mumkin. Agar qandaydir sizda qo'shimcha savol bo'ladigan bo'lsa, video davomida to'liq ma'lumot bera olmay qolgan bo'lsak, o'sha savollarni ekranda raqamlari chiqadi, telefon qilib yoki Telegram, imo, WhatsApplari bor. Siz Rossiyada turgan bo'lsangiz, boshqa chet davlatlarda ko'rib turgan bo'lsangiz, murojaat qilib olishingiz mumkin. Bular nima narsalar? Bular Teplый dom degan kotel ishlab chiqarishyapti. Biz ayni paytda Farg'ona viloyatini, bu yer Buvayda tumaniga qarasa kerak. Bag'dodda ekanmiz. Bag'dod tumanida joylashgan. Lekin joylashuviga qaramasdan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz va 1 yil garantiyasi bor deyishyapti. Hammasini 1 yil garantiyasi bor. 3-4 yildan beri shu ish bilan shug'ullanishar ekan. Shu yillar davomida birortasini temiri zanglab yo boshqa bo'lib, nima deydi, ishdan chiqqan joyi bormi, yo'qmi deb qiziqib savol berdim. Unaqa joyda yo'q ekan. Bu yaxshi, lekin 1 yil davomida baribir hamma narsasiga garantiyasini beramiz, servis xizmatlari bepul deyishyapti. Hozir standart bo'lgan 300 kvadratlisini video davomida yoqib, mana suvni qaynatishlarini ko'rsatib berdik, ishlashlarini. Buni ko'rasiz. Keyin bir narsa o'rtoqlar, bu kotellarning hammasi bir xil funksiyaga ega. Ya'ni hech qaysi bir-biridan farq qilmaydi. Faqat obyomi katta, kichkina bo'ladi xolos. Lekin ishlash prinsipi hammasiniki bir xil. Ekonomik kotellar bo'lgan, keyin ko'miriga qarab, boshqasiga qarab deyishyapti. Ya'ni rasxodi bularda bir marta zapravka qilasiz. Mana yonimda qo'shimcha bunkeri bor. Oddiy mana shu xonadonga, misol uchun, mana shu kichkinasi bo'lar ekan. Narxini adashmasam $1000 deyishdi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bilan birga olib borishadi, uyingizga qo'yib berishadi, o'rnatib, yoqasiz, isitadi. Ana undan keyin, misol uchun kelishilgan summada zaklad bergan bo'lsangiz, borgandan keyin bular o'zlarini mahsulotni olib borib o'rnatib, yoqib, isitib berishadi. Ana undan keyin pul to'laysiz. To'g'risi. Ishlamasdan turib o'rtoqlar pul berib yormanglar. Lekin hammasiga garantiya javob deyishyapti. Axir 1 yil davomida garantiyasi ham bor-ku. Xullas, hozir ustani o'zidan so'raymiz, bilamiz. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana kattalari bor ekan, 300 kvadratga, 400 kvadratga bulari $1200, $1300 turar ekan. Hozir narxi bilan to'liq ma'lumotlarni beramiz. Ishlashlari yaxshi bo'lgan, ko'mirda hokasiga, maydasiga yonadigan, avtomatik tarzda o'zi zapravka qiladigan kotellar. Bu kotellarimizni ishlab chiqaradigan ustakamiz mana o'zlari turibdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yana bir yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Kotellarni o'zingiz yasayapsiz. Aha. Xohlasa. Garantiyasini o'zingiz beryapsiz. O'zbekiston bo'ylab chiqaryapsizlar, qo'yapsizlar. Qo'yapsiz. Aka, qancha yildan beri shu ish bilan shug'ullanasiz? 3 yil bo'ldi. 3 yil. 3 yil. 3 yil davomida birinchi yil qo'yganlaringiz atkazib bo'ldimi, yo'qmi? Yo'q, aka, ishlab turibdi. Xudo xolasa ishlab turibdi. Hammasi ishlayapti. Ya'ni orasidan suv qo'yib yuborishi, temirda yuqaliga nisbatan misol uchun qaysidir joylari chirib ketishi, o'tga chidamli bo'lishi. Unaqa narsa bo'lgan yo'q. Endi insonmiz hammamiz ham. Endi suv qo'yib yuborsa 1 yil garantiyasi bor-ku buni. Shu narsalarga garantiya. Suv qo'yib yuborsa shu qilib beriladi. Birinchi tekshiruvda masalan betdan havo bilan sinaymiz. 4-5 atmosfera havo bilan sinaladi. Shunda ham borgandan keyin qo'yib yuborsa, masalan, qilib beriladi, bo'ldi, shu bilan bo'ldi, to'xtaydi bu narsa. Lekin o'sha boshqa temir sohasida boshqa yerdan boshqa aybi chiqmaydi. Boshqa aybi endi masalan bunda ham shinengli bo'lgani uchun ko'mirda yirigi bo'lmasligi kerak. Tosh-posh bo'lsa, shunga o'shanda aybi bo'ladi, tiqilib qoladi. Shineng qisilib qoladi. O'shanda motorga kuch keltirib qo'yishi mumkin. Motor ham 12 volt motor, arzon, o'sha o'zimiz 1 yil mobaynida nimadir bo'lsa, o'sha nimalar bartaraf qilib beryapmiz borib. O'zlarining yonida, misol uchun motor kuyib qolsa, motor kuyib qolsa endi o'zini aybi bilan bo'lsa, o'zlaridan. Xo'p, qilib berilaveradi bu.
Agar siz olib borganda ishlamasa yoki qandaydir defekt bo'ladigan Defekt bo'lsa bizdan bo'ladi, bu qilib beriladi. Hamma narsa bitta motor emas, hamma narsa masalan stabilizatordan tashqari boshqa narsalar mana ventilyator, motor, miyasida bu narsalari bor. Ana ko'rib turibsiz o'rtoqlar, meni maqsadim faqat maqtash emas, boricha ko'rsatish. Sababiki ertaga sizga ham borganda sen dahshat deganidek mana bunaqa chiqdi emas. Boricha ko'rsatamiz. Sizga ma'qul keladigan bo'lsa, mana shu kotellardan xohlagan kvadratingizga olishingiz mumkin. Aytilgan kvadratni isitishiga va suv qo'yib yubormasligiga 1 yil davomida garantiyasini berishyapti. Servis xizmati beriladi. Servis xizmati berilar ekan. Ko'mir deganda qanday ko'mir yoqadi? Bir ko'rsatib beraylik. Hozir mana bu shita. Nimasi bo'ladi? Polni komplektda. Bunda miyasi o'sha boshqaruv narsasi shu. Bunisi ko'mirda shinegini boshqaradigan mana sekund timer. Sekund timer, aha. Vaqt relesi bo'ladi-da u. Vaqtiga qarab ko'mir suradigan vaqtiga qarab ko'mirga qarab qo'yiladi. Bo'ldi ishlaydi. Masalan, 90 sekund yo 80 sekundda ko'mir haydaydi. 8 minut, 10 minut, 15 minutgacha ko'mirga qarab-da, kotelga qarab, kvadratga qarab qo'yiladi bu. Tushunarli. Bu shu bilan ishlayveradi. Keyin buni gradusi bu. Masalan 69 ga qo'yib qo'yibmiz, hozir 69 ga qaytib borganda o'zi avtomatik hamma narsani o'chiradi, kotel o'chadi. Endi 5 gradus pastga tushgandan keyin ishlab ketaveradi yani. Endi bunisi ventilyator baland past qiladi, kuchaytirib. Ko'rsatadi bunisi. Bunisi orqaga qaytaradi shinegni. Ko'rsatadi deganda nimani ko'rsatadi? Endi ventilyator masalan tezligini ko'rmasangiz bunday ovoziga qarab nima qilmaysiz-ku? Buramaysiz. Bu ventilyatorning tezligini foizini ko'rsatadi. Masalan 132 da turibdi ekan. Shu norma masalan. Rosa ham qumroq, rosa qum bo'ladi, hokan rosa qumi. O'shanaqa ko'mir yoqsa, shuni 120 larga qo'yadi, o'shanaqada uchib bo'lmasligi. Demak, uchib bo'lmasligi uchun tezligini ham. Buni o'sha zadniysi nimani orqaga aylantirish shinegdi. Xo'sh, ichini tozalash. Havoda tiqilib, netib qolsa, o'shanda ichini tozalash uchun maytda ko'rsatingda, maytda ochadigan joy bor, ochiladi. Buni quloqligi egasi bor, ochadi. Mayt tozalaydi. Maytda qolib ketgan narsalarni baqa olib keladi o'sha orqaga bosib tursangiz. Bosib tursa, demak teskari aylanib, keladi. Shu. Xo'sh, hozir qarang. Ishlash prinsipini yana bir bor ko'rsatamiz. Ichkarini ochaylik. Ko'mirni ko'rsataymi? Yashikni mana olamiz. Endi bu darajada ustanovka bo'lgan bo'lmaydi, lekin endi hozir bu yerda ko'rsatish uchun bo'lyapti. Ko'rsatish uchun bo'lyapti. Mana bu ko'mir. Ko'mir, ha. Mana shunday mayda ko'mir. Qozog'istonda arashka ko'miri bu. Shunday mayda ko'mirda yoqadi. Videoni boshida ham tushuntirdik, qarang. Bu yerda ko'mir tushadi, katta. Necha kilo ko'mir zapravka qilib qo'ysa bo'ladi? 120 kilo oladi-da. Keyin bir savolda, bu yoqdagi ko'mir ana shineg bilan ilashib yonib ketmaydimi? Yo'q, yonmaydi. Orqasida hali mashinalarda ham bo'ladi, sapun shlang deydi. Hop, sapun shlang motorda bo'ladi. Xuddi shu narsa orqada bor. Mana ventilyator tepasida bor. Mana bunkerga 25 lik shlang ulab qo'yiladi. Shunda havoni baqa itarib turib, buni qopoq ochiq qolmaslik kerak. Bu qirg'oq rezinkali. Mahkam qulflanadi. Havo tutunni baqa bosib turadi. Kelgan tutunni ham, issiqlikni ham qaytarib turadi-da, o'shuning uchun yonmaydi bu. Havo bo'lmaganligi va o'sha bag'da bosim bo'lganligi uchun yonmaydi. Yonmaydi. Shu sabab yonib ketmaydi. Ya'ni svet o'chib qolgan paytda ham bu yoqda ilashib, yonib ketib qolmaydi. Yonib ketib qolmaydi. Mana hozir minut keldi, vaqt keldi, mana ko'mir nima itarishni boshladi, motorimiz aylanyapti mana. Hozir motor ishlayapti mana bu yerda. Motor ishlayib turgan payti mana motor aylanib turibdi, ko'mirni chiqaradi. Demak, ko'mir suryapti. Qani ichini yonishini ko'rsataylikchi. Ko'mir ichidagi ko'mirni o'zi mana qaynadi mana. Suv qaynashga keldi. Hozir necha litr suvni qaynatdi? Hozir bunda 20-32 bo'lsa, bunda 75 litr, 80 litrga yaqin suv bor. O'sha suvni o'zi qaynatdi. Qaynatdi. Necha kilo ko'mirlar ketdi? 1 kilo ketdimi, 2 kilo ketdimi, qancha ko'mir? Endi bitta chiqarganda bir bu ko'mirlar yengil bo'ladi-yu. 2 kilo bo'ladi-da, endi bu oshig'i mana 2 kilo bo'ladi. Mana shu yonishi ko'rib turibsiz. Desam kattaroq ochinglar, unda yonidan ko'rsatay. Issig'i kuchli ekan-a? Issig'i kuchli bo'ladi. U ko'mirning gradusi 1800 1700 gradus bo'ladi-da. Qani tepaga
o'sha suv turgan yerga uryapti hozir, ha? Ha, shuning uchun o'sha teplemenliklar, bunaqasiga mana bu yerda teplemenliklar 5 ta teplemenlik bor-da. Shular lisi ham to'rlik bo'ladi, qalin bo'ladi. Unaqa uchlik qo'yilmaydi. Nimagaki, rosa o't tegadigan joyda. Aha. Uni uchlik qilsangiz tezroq tegadi, lekin umri ham qisqaradi-da. Shuning uchun qalin qilish kerak bo'ladi. Qalin qilish kerak bo'ladi. Ana olov yonishini ko'rdingiz, bu yoqdan o'sha suv qaynab chiqyapti. Aka, endi hozir bir qator bularda asosiysi necha kvadratgacha uylarga isitamiz va qancha bo'ladi narxi, shularni ham bir aytib o'tsak. Qaysi biridan boshlaymiz hozir? Standart qaysi biri? Endi o'rtacha masalan mana shu biz chiqarayotgan kartonlar hammasi o'zimizda xonadonlarga qo'yilayotganlari. 500 kvadratli uylar ham bor-da endi. 300 o'rtachasi 150, 200, 300, 400, 500 qo'yilaveradi. Bizda chiqadigan shu. Hop, narxidan bir to'xtalib o'tsak, mana narxi mana shular mana. Mana shundan shag'i qizil, yashil qilinadi. 150 kvadratli. Old xona o'rtacha uy, agar sal kichroq bo'lsa, detskilar ham bo'lsa, 7 xona, 8 xonani istaveradi bu. 7 xona, 8 xonaga ham bemalol yetaveradigan. Mana shuni ko'rsatib o'tsangiz, mana shu uylar ham shunaqa uylarda 6 xonali uylar, mana qo'shni uylari. Hop. Mana shu uylarni mana shu kichkina bemalol qizdiradi, yana bir ikkita uy qo'shib qo'ysa ham qizdiradi. Nech pul? Shuni narxi $1000 ga, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beriladi. Shunda sutkasiga qancha rasxod qiladi? Sutkasiga masalan 100 kvadrat, hammasi ham 100 kvadrat joyga 30 kilodan 50 kilogacha rasxod qiladi. Hozir mana shular qancha rasxod qiladi deysiz? Mana shular masalan uchun to'xtamay yonganda. To'xtamay yonsa, u rasxod ko'payib ketadi. Bu o'sha bekorga uni gradusniga yo'q bor-da, o'sha qo'ygan gradusingizga boradi, to'xtaydi. Keyin yo'q, demoqchiman, misol uchun kechasilik yoqib kunduziga o'chirib qo'yadi. O'sha misol uchun kechasi yu kunduzi yongan paytda qancha bo'ladi? Yo, bu kechasi kunduz yonmaydi-da, o'sha gradusga olib chiqdimi to'xtaydi bu. Masalan 70 ga qo'ydingiz, 70 gradusga olib borgandan keyin to'xtaydi. Uyingiz qancha teplab nimasi tuplitili yaxshi bo'lsa, gradus yaxshi usha bersa, o'sha gradus qancha pastga tushishini oldin olib o'sha issiqlik sovuqlikda o'tkazmay tursa, 2 soat turadimi, 3 soat turadimi, o'shani rasxod qilmaydi bu. Rasxod qilmagandan keyin o'zidan o'zi rasxod kam bo'ladi. O'shani hisob oling, rosa maksimalni 100 kvadratiga 50 kilo deganmiz. Agar uylar tuplitili zo'r bo'ladigan bo'lsa, uni 30 kilo, 40 kilodan ham o'zi ko'ryapmiz, chiqyapti. Demak, 30 kilo ham mana shu rasxod qiladi bir sutkasi, mana shu kichkina katta. Narxi $1000. Dastavkasi bilan birga O'zbekiston bo'ylab. Dastavkasi bilan birga. Endi bunda mana 70-80 kilo ko'mir so'yapti. Mana shuni qarang, qaynab ketdi. Buni o'chirish kerak emasmi? Suvni halidan o'chirib qo'yamiz, mana gradus boryapti-da. Bitta knopka bilan o'chadi. Endi buni hozir o'zi o'chmaganining sababi mana yerda nimasi bor-da? Datchigi, terma datchigi bor mana. Hop. Mana ko'ryapsiz-a? Aha. Shuni qo'ymaganmiz-da, shu yerga solib qo'ysak agar, hozir o'zi avtomatik o'chardi. Bu osilib aytib turibdi bu. Shuning uchun hozir o'chmasdan darsh qaynatyapti. Qaynatyapti. O'zi gradusga chiqib bo'lgan bu. O'sha biz 69 ga qo'ygan ekanmiz mana. 69 dan o'tib ketdi. 69 da suv qaynamaydi-da. Tushunarli. Hop, komplektida qarang, nimasi bo'ladi mana shu mana $1000. Hammasini komplektida bitta miyasi, hop, miyasi, motori, ventilyatori, bitta kurashchasi, mana. Bitta kurashchasi, keyin nima bo'ladi? Stabilizator qo'shib beriladi. Shu narsa. Tokda ushlab turish uchun. Tokda u ham stabilizator ham yaxshisidan 500 vatli o'ziga yetadi. Endi 1 yil ichida hammasiga bitta stabilizatordan tashqari 1 yil ichida hammasiga 1 yil garantiyasi bor. Endi stabilizatorni biz ham sotib olamiz-da, garantiya bermaydi, lekin yaxshisi u ham. Tushunarli. Ish beradi. Xo'p, keyingilari narxi qancha? $1000 aytib o'tdik-a buni. Xonadonga bo'ladi. 200 kvadratli, bu ham komplektdan o'shaning shu narsalar bo'ladi. Listini aytmadik, 150 taliklarga listi 3lik bo'ladi. 3lik qalinlikda. Qalinligi 3lik bo'ladi. Qani bir ochingchi ichinimda. Nechtaligisi bo'ladi? Mana shu yerlarda suvni istadigan mana shunday nima deydi? Orasidan havo aylanib yuradigan bochkachalari bo'lar ekan. Endi suv yuradi bularda.
Bunda alangalar o'tib shu ichida saqlab qoladi-da issiqlikni. Aha. Saqlab qolish uchun. Yani issiqlikdan maksimal foydalanish uchun mo'ljallangan Tuplit bo'lgan, ustidan tunuka yana ashka bo'lgan. Двойной-da. Bochkalarga Yaxshi. Bularning narxi qancha bu dedik? Bu 200 kvadratga. Bu 200 kvadratli. Hop. Bu 200 kvadratlarimiz bo'ldi 150 dan 200 larga listi 4 lik bo'ladi. Hop. 1200 dollarga dastavkalar ichida. 1200 dollarga dastavkasi bilan. Komplekt bilan, ha. Ichida list qalin bo'lgan. Ha, qalin bo'lgan. Hammasini bunkeri 2 likdan bo'ladi. Bunkeri lekin 120 talik bu ham. Katta. Ya'ni qancha sig'adi ko'mir? 120 ta ko'mir oladi. 120 kilo. Ha, 120 kilo ko'mir oladi. Nargisi 70 kilo. 70 kilo. 70-80 kilo. Sutkaga yetadi bemalol. Ha. Bir sutkaga yo'q, bir sutka ortadi. Masalan, bu 200 taligingiz 150 kvadrat, 170 kvadrat joylarga qo'yiladi endi bu. Aha. Endi 100 kvadratga 50 kilo bo'lganda 150 kvadrat joyga 25 qo'shsangiz 75 kilo bo'ladi. Tushunarli. 75 kilo. O'rtacha, maksimalnisi, o'rtachasi 60 kilodan rasxod qilganda ham 2 sutkaga yetadi mana o'zi. O'ziniki yetar ekan. O'ziniki, ha. Eng kami bir sutkada uy haligiday eshigini ochsangiz sovuq kirib, birpasda sovutib yuboradigan uy bo'lsa ham bir sutkaga yetkazadi-da. Kechasi chiqib ko'mir solmaysiz. Ha deb chiqib ko'mir solish shart bo'lmagan variant. Xo'p, bu yoqda nima kattaroqlari bormi? Ha, mana 300, mana yoqqanimiz 300 da. 300 kvadratga. 300 kvadratli 300 lik deydi. Aha, narxi? Narxi 1300 dollar bu ham dastavkasi bilan. Bularda ham bunkerlari shu. 120 kilo. Aha. Hoka sig'adi. 4 lik listlari. Mana bu ham 3 lik. Bu 200 lik, ya'ni orada 200 lik bor. 300 lik, 300 lik, bu 400 lik. Hozir bizda tayyor shu 400 gacha bor. 500 ham qilinadi. 400 gacha bor. Bu ham listlari shu 4 lik. Buni ham nimasi bunkeri 130 shunaqa 120 kilodan baland oladi. Ha, narxi? Narxi 1500 dollar. 1500 dollarga 400 kvadrat deysiz. 400 kvadratli. Hop, ko'rdilaring, o'rtoqlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz deyishyapti akalarimiz bu kotellarimizni. Keyin garantiyasi mana 1 yil bemalol murojaat qilaverasizlar. Qizig'i bo'lsa o'rnataman deganlarga hozir o'rnatib qolinglar, chunki ertaga qishda qiynalmaysizlar. Chunki gaz bor, yo'q, ko'p joylarda kotelga ehtiyoji borlarga mana videoni ko'rdingiz. Aka, qiziq bo'lgan bo'lsa, o'zlari telefon qilishadi, qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa so'rashadi, ma'lumotini berasiz. U yoqqa gaplashib ketaverasizlar kelishib. Yaxshi. Sog' bo'ling. Sizga katta rahmat. Sog' bo'lasiz.